Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 2026-yil 25-fevral soat 23:27 bo'lishiga qaramasdan fermerlarimizga, dehqonlarimizga xizmat ko'rsatishda, jonbozlik ko'rsatish maqsadida kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Atsigual Shiratripsga qo'llaniladigan Fenfos Plus, piyozdagi zararkunandalarga, chesnoydagi zararkunandalar, bundan tashqari bog'larga ham qo'llaniladigan preparat. Bundan tashqari chorva uchun foydalanilayotgan Klozantel 900, Ever Priziqi hamda Emaxmar, Troxilin 100, yangi preparatlarimiz S-Bro Max, Gunseo Ultra, bog'larga qo'llaniladigan preparatimiz, meva sabzavotga qo'llaniladigan preparatimiz hamda Grasidim 24% va 36% Arimseed va Multivit kabi preparatlarimiz yetib keldi. Mana Xudo xohlasa kun-u tun jamoamiz bilan birgalikda sizlarga xizmat qilishdan hech ham to'limaymiz. Bizni kuzatishda hech ham charchamanglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana talablarga binoan bog'larga qo'llaniladigan moliy preparatimiz Mobipronni 5 litrli qadog'idagisini ham yetkazib keldik.